Ta'kidlanganidek, suv va kanalizatsiya xizmatidan tushgan mablag'ning 10% tumanlarda qoladi. Lekin zarur materiallar tayyor turmagani uchun 2-3 soatda hal bo'ladigan avariyalar 4-5 kunga cho'zilyapti. Xizmat ko'rsatish yo'q, dedi prezidentimiz. Yaqindagina davlatimiz rahbari yig'ilishlarining birida suv ta'minot tizimiga to'xtalib, tumanlar miqyosida ham ularning moddiy-texnik bazasini yaxshilash bo'yicha topshiriq bergandilar. Davlat rahbari topshirig'ining ilk qadami bugun Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanida qo'yildi. Bugun viloyatning barcha shahar tumanlaridagi filiallarimizda, qaytaraman, barcha filiallarimizga mana shunday komplektatsiyadagi yangi avariya tiklash texnikalari topshirilmoqda. Siz hozir ko'rib turgan mana bu eng so'nggi rusumdagi ulovlar joylardagi ichimlik suvi tizimidagi nosozliklarni tezkorlik bilan bartaraf etish uchun Toshkent viloyatining 3 ta shahar tumaniga yuborilmoqda. Allaqachon boshlangan ezgu ishlar yana davom etmoqda. Mana bu mening ortimda turgan bahaybat ulovlar kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish, joylardagi avariyalarni tezkorlik bilan bartaraf etish, ichimlik suvi oqova suv tarmoq tortish ishlarini yanada kengaytirish uchun viloyat suv ta'minoti korxonasining shahar tuman filiallariga yetkaziladi. Va bu hali hammasi emas.